Hello nigger bolalar o'ynachilar, qandaysizlar, yaxshimisizlar? Bugun biz Minecraftning klon versiyalarini yo'q. Minecraftning uzun market versiyalarini tekshirib chiqamiz. Qani go birinchi o'yinga. Aytgancha, yeyishga narsalar olib kelinglar. Tomosha qilib o'tirasizlar. Yana qiziq. Davay birinchi o'yinga. Birinchi o'yinimizning nomi Blue, mini block craft ekan. Uni blok deb kirar ekan va hozirda bizga 6 ta moneta berdi. Bizga oldin o'ynaganman. Hozir bitta mana qaysini old city yo'q. Yo'q. Men gigant home'ga kiraman. Gigant home. Qani endi bosadigan? Play qani? Bu yerda play yo'q-ku. Mana turgan ekan play. Davay ketdik, boshladik o'yinni. Yo, bu kompyuter bor ekan bunda. Bitta nima bor? Kravat. Bu yoqda menga, bu yoqda. Kichkina o'yinchoqlar. Mana mini o'yinchoqni qanaqa o'ynaydi? Davay. Ketamiz. Mana notebook bor ekan bunda. Mana chiqaman. Super Mario bor ekan bunda. Bu yer bug bo'lib qolganmi, nimagadir bu yer teshib chiqamiz endi. Bosamiz gazni. Bu yerda aqlli qiz bor ekan. Super Pro Max Core va bu yerda javonlar. Bu yerda esa odamlarmi? Bu yerda esa bu ichki kattaligini qaranglar o'rtoqlar. Bu uyni tashqarisini ko'rish kerak, lekin bunga vaqtim yo'qroq. Uylanishini tekshirishimiz kerak. Bu oddiy xona. Bu yerda erkak va ayol hech bo'lmaydi. Qarchi, mana xonada aniq bir gap bor dedim-ku, mana qarlar. Yo. Qarchi, mana chotki bir bolalar qo'yib qo'yibdi. Menlarmi? Davay. Bu yerda qanaqa son bo'lar. Bu yerda kirish eshigi bor ekan. Narvon bor ekan. Qo'yay, menga yoqmadi lekin. Davay, aniq boramiz. Bu xonani ham ochib ko'raman va erinmay ochyapman men. Erinmay ochaman. Erinmay. O'rtoqlar, bu o'yinni ham to'xtatamiz o'sha yerda. Men bu o'yinga 10dan 8 qo'yaman. Buncha dekoratsiyalari yo'q. Qani ikkinchi o'yinga ketdik. Bu o'yinning nomi Blockcraft va bu Blockcraftda bizlar nima qilamiz hozir ko'rib chiqamiz. Yo'q, menga reklama yoqmaydi. Davay, yurishni bilaman o'zim. Yurishni bilaman. Davay, sakraydigan bo'qqaram kerak emas. Invertor bor ekan. Blokni olamiz. Invertor yopamiz, blokni qo'yamiz, blokni ustiga bosib sindiramiz. Bo'ldi, tayyor. Nima chiqdi endi bu o'yindan? Mana, tutga uylar quramiz. Mana shu bilan bo'ldimi? Shunchalik osonmi? What the hell? 240 izmurda qoldik. Shunchalik osonmidi qurish. Va bu o'yin menga unchalik yoqmadi. Uylar uncha qurilaveradimi bilmadim. Qarchi, yoqmadi. 10dan 5 qo'yaman. Tavsiya beraman, lekin menga yoqmadi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, yuklab olsanglar bo'ladi Google Play'dan. O'z marketda da bor. Qarchi, endi 3-o'yinimizga o'tamiz. Qani go. 3-o'yinning nomi Charlie kirdi. Yo'q. 3-o'yinning nomi Party Craft ekan va bu o'yinni men oldinlari ko'p o'ynaganman.
internet yo'q vaqtda Minecraft yuklab olmaganimda shunaqa o'ynaganman. Va bu yerda hozir hoppa de moshinchalar Minecraftda bo'lmasdi, lekin mayada zo'r Minecraftni aylanib yurganinglarda shunaqa bo'ladi. Minecraft original versiyasiga mashina qo'shilyapti. Yo, what the hell? Qoch. McLaren deyapman, McLaren. Bu o'yinimiz ham videosi qisqa bo'ladi, yuklab o'zinglar o'ynab ko'rasizlar. Bu o'yin menga yoqadi, lekin men ko'p o'ynashni yoqtirmayman bu o'yinni. Shuning uchun ham yo, kichkina gapirib olsam bo'lmaydigan BMW payg'ish ekan. Yo. Davay, menamiz. Yo. What's up? Endi bu yerda videoni to'xtatamiz. Bu o'yinga men 9.9 qo'yaman. Shuning uchun ham kanalga obuna bo'linglar, like bosinglar. Qani ketdik 4-o'yinga. Ana bizni 4-o'yinimizga ham qo'shilib oldik. Bu o'yinda hozircha ichma valoga qiziqmayapman. Create normal yo'q. Kreativga qo'yamiz. Yo, yerga nom qo'yish kerak ekan-ku. Kreativ degan. Adashib ketyapman so'zlarda, kechirasizlar, uzr so'rayman. Qanaqadir o'zim xato gapirmasdim so'zlarni. Lekin xato gapiradigan bo'lib qolibman. Oldinlari umuman xato gapirmasdim. Hozirda duduqlanib qolyapman negadir. Yo, qanday musor narsalar bor. Umuman kam-ku bu yerda. Qandaysiga bu yerda nima qilish mumkin? Davay maqallar. Bu nima endi? Sand dedi. Lava. What the hell? Lava bu yerga faqirda turish kerak edi-ku lava. Yo, bu suv ekan, water deydi. Yo, suv qanaqasiga blok qo'yish mumkin? Qanday miya bilan yaratgan bu dunyoni? Tuprog'i ham bunaqa bo'lish kerak edi. Yo, what the hell? Sand tube. Yo, bu musurka o'yinda. Endi boshqa o'yinga o'tamiz. Bu 5-o'yinga o'tamiz. Bu o'yinga men 10dan 3 qo'yardim, chunki bu o'yin menga umuman yoqmadi. Dekoratsiyasini ko'rib turibsizlar. Qani ketdik 5-o'yinga. Yo'q. Bu o'yinning nomi Cubecraft. Sizlarga reklama aytib qo'ymoqman, tez bo'lish kerak bu yerda. Hozir Denni dizayn deb yozsanglar, mana yerda Denni Vikni kanali chiqib keladi. Bu yerda obuna bo'lib qo'ysalar bo'ladi. Go! Tez bo'la qolsangchi, gan. Va bu yerdagi tog'ani rasm turgan Denni dizaynga kirsanglar bo'ldi. O'rtalama Denni dizaynga obuna bo'lib qo'yinglar. Denni dizayn zo'r. Denni dizaynda pulli emas, bepul avatarkalarni tekinga yasatib beradi. Sizlar endi buyurtma bersanglar bo'ldi. Manoqqa avatarka va prevyular yasab beradi. Tez ulgurib qolinglar, hozirda skidga yetyapti. Davay, bo'ldi, davay. Yo, kirdik, qanaqadir knopkalarni bosib o'ribman. Yo, bu qanaqavacha? Qanday Supermanmi bu? Yana qisib oladi. Yo, olmos aslahalarda turgan ekanmiz. O'ldir. Yo, bir urushda o'ldiryapman. Yo, yana bir urushda o'ldirdim. Yo, qanaqa? Yo. Nimadan ushlamoqchi bu? Uyalmay ekan-da.
Davayda. Yo, almoz kiritib oldik. Orqamızdan bitta ajdar kelib urib yubordi, короче. Yo, bu menmi? What the hell? Uyimda paydo bo'ldi. Keyin ishxonasida esa menga mana ko'k yoqadi. Ko'kni tanlaymiz, короче. Yo, men yigaraldim. Botga yuramizda va endi ana yerda qanaqadir bitta kallar meni chaqiryapti. Короче, borishim kerak shu yerga. Va bu o'yinni ham o'ynaymiz. Yo, qanaqadir animatsiya qilyapti qirlar. Yo, ko'prikda o'tyapmiz. Qanaqa sichqoq qo'la qarab turibdi. Qizchasi bilan xayrlashyapti. Yomma-yo. Bu qanaqangi animatsiya bo'ldi? U kemaga ajdar kelyapti. Yo, bo'q basharada bo'lyapman personajimni. Yana buyruq beryapti. Yo. Meni personajim kuchlimi shunchalik? Ajdarni o'ldirdi, ko'rdinglarmi? Mana. Yiqildim. Qutqarmoqchi bu. Menimcha qutqarmoqchi. Qayoqqa ketib qoldi uning bola? Ketdik, bor o'ldirib kelamiz. Ketdik. Stop. Aytgancha, bu o'yin juda ham qiziq o'yin va bu o'yinni ko'p vaqtimni ketkazdim, lekin men bu o'yinni oxirgacha olmayman-ku. To'g'rimi? Bu o'yinda men 10 dan 10 qo'yaman, chunki sayohatga chiqish o'yin ekan, ko'p vaqtni oladi ekan, o'yin o'ziga tortar ekan odamni. O'zinglar ham yuklab qo'yinglar, Kubecraft, Uzum marketda bor. Hozir meni vaqtim ko'p ketdi. Undan keyin ham meni videom cho'zilib ketyapti. Shuning uchun ham hammaga xayr. Telegram kanalim описаниеga qo'yib qo'yaman. Nashtiga o'tinglar. Yana chatni ham qo'yib qo'yaman.